Assalomu alaykum, hörmətli görünmənlər. Uyğur sistem ekranımızdan 22 saniyə sizlər bilan tekrar yüz görüşüp turibdimiz. Bu sanımızda doktor torunu qurğucusu, xalqımız üçün fidakarlıq bilan üzlüksüz işləp kelyatqan Nur Mehmet doktor bilan Türkiye səviyyəsində davamlı imtiyazlıqlardan bəhrəman buluş, fərzəndlərimizin sağlam çoğ buluş haqqında söhbətdə bulunuz. Assalamu alaykum Nur Mehmet aka, ziyaretimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat. Aleyküm assalam. Güldaşika sanım. Abonlar köp rahmat. Assalamu alaykum qardaşlar. Uyghur sistemdeki hem barlıq müş görünmənlər. Amonlarga müş vaqtlar xeyirlik bolsun. Özünüz haqqında qısqacha tunishtirib o'tamsiz? Bo'ldi. Men şu ekranni hem baxtlangash qilaymi? Bo'lsa, ko'proq yaxshi bo'larki, share screen qilam. To'xta. Kardeşler, amonlar müş vaqtlar xeyirlik bolsun. Belki bugünkü şu Uyghur sistemdeki live streamni belki faqat İstanbul'dan emas, dünyanın her qaysi yerden ko'ra qala bo'lishi mumkin. Mishda bir fursatni menga berganlar ko'p rahmat. Mening ismim Nur Mehmet Danish, o'zim Urumchidan. 1982 yılı Urumchida tug'ilgan. Bizning cho'nglar dadam ismi Danish. O'zi nimada Aqsu Toqsudan, apam Qag'liqdan. Ular yosh vaqtida shu Urumchiga chiqib yerleşip kaptıkken, ondan keyin biz tug'ildik haqida. Mening bir adam var, bir singlim bor, adamı doktorlukni o'qigan. Bizniki balalik hayotimiz shu Urumchida o'tdi. Urumchiniki shu G'arbiy Shimol yo'li Shibeli deb qo'yamiz. Shu yerda boshlang'ichni bitirdi, 16 boshlang'ichda. Ondan keyin to'liqsiz o'rta maktabni biz shu 14-o'rta maktabga o'tdik. O'shaning tajribasini o'tgandim. 3 yıl to'liqsizni u yerda bitirdik. Ondan keyin to'liq o'ttirni biz 14-o'rta maktabning qashidagi 6-o'rta maktabda bir xiyolon maktab bor. Shu yerga o'tgandik. Biz bir sinf Uyg'ur o'quvchilarimiz ashaga o'tdik. Asha 3 yil ashada o'qidik. Ondan keyin 2001-yili to'liq o'tirib bitgandan keyin adam doktorlikni o'qigandim. Men 2 yil burun. Nimada Urumchiniki shu tibbiy institutda o'qigan. Şoňa bizning öýdikler şu bizni, adamni, meni hammamiz shu doktor qilib tarbiyalash bir xiyoli bordi. Şoňa menim doktorluk imtihan bergen dep beklep turgan. Özüm imtihan berip shu Şiyan Qatnaş Üniversitesindeki davalaş kasbiga o'tdim. 1 yıl Lanjuda til okudık. Ondan keyin 5 yıl Şiyan'da qatnap yürüp şu doktorlukni aşağıda okup bitirdik. 2027 yılı 7. ayda meni şu doktorluk o'qishim bitdi, oliy maktab universitet o'qishim bitdi. Ondan o'zim shu Uyg'ur diyoriga qayta aşağıda ishlay, Uyg'urim uchun ishlay deb, boshlar xizmat qilay deb xiyol bilan Urumchiga qaytgan. 20 yil jarayonida shu xizmat saqlash, her qaysi doktorxonalar tizimli o'tish jarayonida 20 yil saqlab qildik. Ba'zi yerda uchur kelish boshlagan, lekin shu oraliqda chet el chiqish xiyol bo'lib qolgandi. Mening oldimda adam chet el chiqib qoldi, uyga chiqaryapti. Ondan keyin men kelgan chaqda men bu bilan chiqib bir ko'rib boqay. Dunyoning sirtida nimalar bor, neregacha bora olamiz degan planda shu boshqa qarindoshlarimiz, masalan, chet el chiqqanlar, ba'zi Yaponiya, ba'zi Amerika, Yevropalar bo'lsa, biz Arab davlatiga ketib qoldik. Men Arab davlatiga bordim, Qatarga bordim. Qatarda 3 yil shu yerda ishlagan bo'ldim. Qatar Hamad Hospital deb ashana birdan-bir cho'ng bir doktorxonasi bor. Shu yerga tizimlatib 1 yil ashada praktik qildim. Ortopediya aloqa, sinir kesaklar bo'limida jiddiy qutqizishda praktik qildim. Ondan keyin Qatar kichik bir davlat, balkim qarindoshlar fuqidi. Nayt kichik nupusi, nayt az, 1 million nupusi bor. Onun ichida 500 ming yerli xalq, 500 ming shu sirtdan kelgan ishlaydiganlar, ishchilar. Faqatlam Uyg'ur yo'qdi. Butun cho'ng bir Qatar davlatida jami faqat 1-2 Uyg'ur bor. Men fuqidgandim. Biz oyda 2 oyda bir vaqtimdan ko'rishalaydik. Ham nayt Uyg'urni sevgilib o'tadi bu yerda. Şoňa keyin biz asta-asta bir plan o'zgartirib
Uyg'urchaqroq bir yerga borildi deb. Uyg'urchaqroq bir yerga borildi deb, anga shu Turkiya bir qilish qarori bo'ldi. 2011 yili 11 ayning 11 kuni Turkiyaga tushdim. O'shadagi shu Uyg'ur shu ustozlarimizning yardım ostida asta nishaniki burs bir yil tilgandim. Uygar dil markazi deb Uyg'urlar ochgan Abdulhamid akamiz ochgan maktab bor. O'sha bir yil tilgandim. Andan keyin bursga tizimlatdim 2012 oxiri 2013da İstanbul Üniversitesi'ndeki Eczacılık Fakültesi'ne başvurup ular qabul qildi. Bu yerda 2 yil bilim oshirdim. Dal shu vaqtda 2013-14larda shu klinik davolashning imtihonlariga tayyorlik qilib, bir taraf o'qish, bir tarafdan shu imtihon tayyorlik qilib, denklik imtihonini oldim. Olgandan keyin asta-asta Bazm olim doktorxonasi deb ashyaga başvurdum. Bazm olim doktorxonasidan jiddiy qutulishim İstanbul. Bazm olim jiddiy qutulishda 4 yil ishlatdim men. 4 yil ishlagandan keyin 2020-yili oxiriroq u yerdan chiqib oldim. Jiddiy qutulishim ishlari bek aldirash, besim bek jiq boshqa. Oqchash bilan kirib, Qarachash bilan kirib, Oqchash bilan qaytib chiqdik shu yerda. Sal yenikroq bir yerda ishlayli, yani o'zimiz biroz yuqori qarab mangli imtihonlar bo'yicha tayyorlik qiladi. Qaytib chiqib imtihonlar tayyorlik qilish shu hozir Avcılar 7-numurluq sog'liq markazida oila doktori bo'lib ishlayapman. Mening bir hayotimni qisqacha bir deb o'tdim. O'zimning 5 yil 6 yil oldin to'y qildim. Vatandan ayolim doktorlikni o'qib bitirgan. Shu nimada Fukaldan kelgan qiz. Shu hodikadashi, shu Shihanza universitetidagi davolash kasbini o'qib bitirgan qiz, o'zim doktor. Hozir 2 bolam bo'ldi. Ulardan shu kunda uyda ishlash, hayotimiz shashab ketib bordi. Türkiye seyya sistemasi haqida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Balkim ba'zi qarindoshlar meni tanıydı. Men shu YouTube'da masalanga shu doktorlik sog'lomlik ishlarini tanishtirib, davolash ishlari qanday bo'ladi masalanga, qaysi kasallikni nerede ko'rinish kerak, kasalliklar tanishtirish orqali shu kanal ochganman. Shu 2020 yil ochgandim uni. Shu 2 yilning uning oldida yana 2004-yil oliy maktab o'qigan vaqtimda yana shu tor bekatlar yangi ochilgan chog'da, ya'ni oliy maktab vaqtimda doktor tor bekatida shu bizning Uyg'urlarchada birinchi bo'lib shu nimani yasagandim. Uyg'ur sog'lomlik tor bekatini yasagandim. O chog'da balki shu tor bekat ishini xudodan qiyndoshlar bekrak yaxshi biladi. Tor bekat yasash unchalik oson emasdi, lekin o'zimizning qiziqishi bo'lg'achqa yana ashdan ichiga kirib bir narsa qilib to'qdik. Shu tor amroqdim men rostga desam. Eng oxirida shu 2020-yili biz qattiq jiddiy qutishlayotgan chog'da doimo Uyg'ur bemorlar keladi. Andan da kep qoldi manga. Shu jarayonda his qildim, bu bizning Uyg'urlarniki, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarniki shu sog'lomlik bo'lgan ang sevgisi, tunishi yuqori emas ekanchu. Bu birsi til jihatdan bo'ladi. Mesela özünün tilini ravan tushundiramaganligi, o'zining kasalligini tushundiramaganligi shunga bek yaxshi bilib bilmaydi. Shunga da torlarda bekrek shu Turkiyaning sog'lomlik ishini tunishtirish ishini qilib kelyapman hozirgacha. Ama Türkiye'nin səhiyyə sistemisini deb kelsak, odatda Türkiye mahsulotlarga o'xshash shu sog'lomlik sug'urta ishlari bilan bekrek mangdi. Hem hattoki ba'zi boshqa davlatlar qaragancha bekrek oldida desak bo'ladi. Ba'zi ortiqchiligi bor. Buni desam, nega yozib qo'ydim qilib ustiga. Ba'zi Uyg'ur qarindoshlar deydi, "Yo'qsan, bu degan unda his qilmadik. Bu yerda doktorlarniki seviyasi yo'q" deb deganlar bek qolgan bu gapni-chu. Biz Uyg'ur qarindoshlar. Türkiye'nin səhiyyə saqlıq işləri adətdə 3 məqsəd bilan mangdı. Birincisi kasalın oldini olish, buni Türkçe koruyucu sağlık xizmətləri deydi. Bu kasal bo'lishning oldidagi ishlarni ko'rsatadi. Masalan, siz kasal bo'lishning oldida qanday qanchalik sog'lom yashay olamiz, kasal oldini masalan shu muhitimiz, yemək-içməklərimizin pakiz bo'lishi qaratilgan xizmatlarni ko'rsatadi. Masalan, tomoq pakiz bo'lishi kerak, suv pakiz bo'lishi kerak, masalan, turbadan chiqib qatgan. Biz ishlayotgan sutlar pakiz bo'lishi kerak. Mahallada chiniqish markazlarini ta'sis qilish kerak, harakat qilgan yerni ta'sis qilish kerak, yo'llar masalan bexatar bo'lishi kerak. Ondan sonra uyning muhiti yaxshi bo'lishi kerak, mahalla muhiti yaxshi pakiz bo'lishi kerak degandek shularni koruyucu xizmatları deb ataydi-chu. Bu birinchi basamakchilik, birinchi cho'ng bo'limi. Ikkinchi bo'lim bo'lsa kasallikni tekshirish, davolash xizmatlari, ya'ni tedavi edici sog'liq xizmatlari deb qo'ydi. Bu bakrak shu bizning qarindoshlarniki, mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli qaysi millat bo'lsin, bakrak diqqatini tortadigan ish-chu. Bu
bölümde 3 basqıçlı bölünmez. Birisi birinci basamak tedavi hizmetleri depçu. Bunu çıkıyandaşlar okumaydı. Çünkü birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak dep ayrımız şu bunu. Bunu demek çok bunu birinci basamak degeni mesela men işleyatkan sağlık ocağı, sağlık saqlaş merkezi. Yine TSM dep bir toplum sağlık merkezi dep. İşte birinci hizmeti berdiğin kişilerini köz tutdu. Mesela adli bir zukam okuyan kişiler, ya beden tekşürüşünü kalgan kişiler. Onun sırt bedende fakat yenik alametler var. Eğer kesekler bulmayan kişiler ne bersin uqamagan çağda şu sağlık ocağı berip, aile hekim berip, özneki ahvallarını deydi meslenga. Degendekin andın sen uyak bağın, mesela senin bu kesilen yürek kesilen münasebetlik, sen yürek doktoru berişin gerek, yakum sen nöroloji bölüm berişin gerek veya ki sen başka biriye berişin gerek degen yol köstiki hizmetlerini birinci basamak tedavi hizmetleri deydi. Bu yerde biz çoğun bir davalaşıp bir bulamayız, operasyon yapılamayız. Ama bimarlarını yönlendiriş, kichik kesaklarni davolash işlerini biz qilamiz. Buni birinchi basamak deb qo'yamiz. Endi birinchi basamak tükkan, buni birinchi basamakning ichida yana tuberkulyoz degandek mana shu yuqumli kesaklarni davolash o'rinlari bor. Buni varam savaş dispanseri deb qo'ydi. Biz mushar qilib bir qancha kesakni davolagan. Bu birinchi basamak ishlamlari ko'pincha haqsiz bo'ldi. Meyli yabancı bolsun, chet elliklar bolsun, meyli vatandaş bolsun, bular ko'pincha haqsiz mulozimat beramiz. Faqatlama muayenekhana hekimleri bu biraz pul olib qoldi endi chet elliklarga. Ama başka mesela toplum sağlık merkezi, aile sağlık merkezi, aile hekimniki mesela ben aile doktorniki tekshirish, davolashlari haqsiz bo'ldi. Hamma shu tuberkulozga qarshi turish nuqtalarniki davolashlari haqsiz bo'ldi. Tekshirishimiz haqsiz bo'ldi. Endi ikkinchi bosqichliq SEY organları bunu Türkçe ikinci basamak tedavi hizmetleri deb qo'yamiz. Yani secondary medical care deb. Bunun da orta ölçekteki yataklı bir tedavi kuruluşları yani hastane, uzman tarafından verilen tanı ve tedavi hizmetlerini gösteriyor. Bu demek çok ne? Birinci basamaktan sal çoğun. Birinci basamak kılamağanı biz ikinci basamakka yollayımız. Mesela ola köpünse o devlet doktorxanı köstüdü. Mesela Bakırköy devlet doktorxanası, men Avcılar'da işlevatmam, men aşağıda Murat Kölük devlet doktorxanası var. Çıkıp devlet hastanesi dep akıda boğan isim bolsam bu ikinci basamak oldu. Bu doktorxana bek mi çoğun bulmaydı, bek mi küçük bulmaydı. Otural jayat küçük. Bazı bek mürekkep davalaşlar bop qalsa meslenge, şu nayeti mürekkep operasiyalar, nayeti araştırma gerek bolgan, tekshirish nayeti uzun süradigan kesaklar bolsa o çağda ikinci basamak qılamgan çağda üçüncü basamak yollaydı. Üçüncü basamak bolsa mesela eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, hem şu özel dal hastane mesela özel çoğun doktorxana şu İstanbul'da Medical Park, Medicana degende çoğun doktorxanalar var. Hem şu doktorxanasının isminin akıda eğitim ve araştırma hastanesi diyen yazıqlıq bolsa, yalnız üniversite hastanesi yazıqlıq bolsa bu üçüncü basamak boldu. Üçüncü basamaktan aldı yok hem de. Çünkü dördüncü basamak da yok. Şu en ahırkı en uç noktası Türkiye'deki üçüncü basamak buludu. Bu yer bir toqalgan bimarlar bu yerden başka gitemeydi hem de. Ya aşağı davalap saqip çıkıdı. Ya kumsa Allah saqlasın hem de. Başka bir işler buldu. Hem bulan deyişim sebep kıyındaşlar belki menisi biraz kaymak geçiş mümkün. Fakatlan bir bilgi sopqasın da bu yer koyuşum. Hem de Türkiye sevimli bu birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak kılışki sebep. Meyli vatandaş bolsun, ya çetekler bolsun, aval birinci basqıçlıqı berip, tekshirishni qilsin, davolashni qilsin. Agar u yerda qilamagan chaqda, hal qilamasa, ikinci basamak evvelsin. U yerda qilamasa, üçüncü basamak evvelsin deb tadrijiy qilish orqali shu cho'ng doktorxonalarning ish yukini azaytish, texmo muhim bo'lgan kasalliklarni muhim bölümler ko'rsin deb nima yaratib, sharoit yaratib berish uchun shu basamaklarni qilgan. Hem bu doktorxonalarda meyli birinci basamak olsun mesela ben birinci basamak işaretim. Birinci olsun, ikinci olsun, üçüncü olsun. Hemmisi de mesela resmi Türkiye'deki klinikasını doktorluk seviye klinikasını algan doktorlar işleydi, sestralar işleydi. Ergiz mi öyle ki klinikası yoklar işlemeydi. Çünkü şuna adet işensek bulucu doktorlara. Ondan sırt yine Türkiye seviye işlerde kıyındaşlarının bekrek bilgisi boğan sugorta işlerini küçüklen bir dep ötemiyor da. Adette vatandaşqa ötken qarindoshlar bolsa, 15 yoshdan töven bolsa, mayli u sug'urtani topshirsin, topshirmasin, uni cho'qim Türkiye hukumati boqadi. 15 yoshdan kichiklar bolsa, masalan 3 yosh, 5 yosh, 8 yosh, 10 yoshlik bir balangiz vatandaşlık o'tib qoldi deyli. Har qanday kasal bolsa, davlat uni ko'tardi. Şuna vatandaş ötken 15 yaş töven balalar bolsa, cho'qim buni yaxshi paylansa bo'ldi. Hamda hech kim kasal o'qamasa, endi uni umid qilamiz.
15 yaşdan yuqori bo'lsa, xizmati bo'lmaganlar bo'lsa, vatandosh bo'lsa, ishsizlik sug'urtasi deb bir xil sug'urta bor. Uni to'laydi. U shuni to'lash orqali har qaysi davlat doktorxonalariniki sog'liqni saqlash mulozimatidan bahramand bo'la oladi. Ham to'lamasimi, hargiz doktorxona haydab chiqaratmaydi. Davolaydi uni. Davolab, lekin asha bir qarz bo'lib qoldi. Qarz yig'ilib yilning oxirida to'lash kerak. Yoki bir haqdan dori og'il bo'lgan chog'da pul to'lash kerak. Ammo hargiz bu bemorni sirtqi ishtirlatmaydi. Bu Türkiye'nin bir yaxşı yeri. Pulunuz bo'lmasimi, bemor eg'irlab qoldi. Xudoyim saqlasin, jini az qoldi. Hargiz Türkiye hukumati yoqmasin davolayman, sen chiqib ketgin, boshqa bog'in demaydi-ku. Endi rasmiy xizmati bor kishilar bo'lsa, yo mayli vatandosh bo'lsin, chet elliklar bo'lsin, hammasiniki sog'lomlik sug'urtasini shu ish bergan yer to'lab berdi. Bu orqali mana shu SGK deb qo'yamiz, Sotsial güvenlik kurumuniki to'laydigan bir sog'liq sug'urta puli. Onu to'lasa, har qaysi doktorxonalarniki davolashlardan bahramand bo'la oladi. Agar xizmati yo'q deyli, vatandosh emas, masalan vatandosh emas. Masalan, mening xizmatim bo'lmagan bo'lsa, o chog'da doktorxonalar bas pul to'laymiz endi. Bu chog'da agar bir sug'urtani ilishni xohlasak, o'zalga bog'liq özel istekka bog'liq sigorta deb bir xil sug'urta bor. Uning oylik puli 1500, 1400 yoki hozir ham qimmat bo'lgan bo'lishi mumkin. Ashuni to'lasa, o chog'da yana mash vatandoshlar o'xshash davolash ishlarini bahramlanadi. Bu men biroz yig'inchoqlab qo'ygan mazmunlar endi. Türkiye sog'liq shu sahiy ishlarida birdan-bir shu eng muhimi shu sug'urtani to'lash kerak. Tavsiya qilmayman bemorlarimga. Uyg'urlar tavsiya qilma, qilib qo'ysa yaxshi. Chunki qarindoshlar sug'urta to'lash orqali yoki vatandosh bo'lish orqali muhim kasalliklarni davolay oldiqchi. Shunga men tavsiya qilaman. Endi men biroz qisqa deb o'tdim endi. Men o'zimniki YouTube kanalidami yoki tor bekatlarimda bo'lsin, mana shu Turkiya siyosiy sistemasi to'g'riliq mazmunlarni doim chiqarib turman. Qarindoshlar vaqti bo'lsa ko'rib baqsa bo'ldi. Türkiye'deki qarindoshlarda davlatning sog'liq saqlash sistemasini qanday foydalanish kerak? Bu masalani shu sizlar menga tayyorlagan bir qancha muhim savollarning ichidagi birisi. Türkiye'de endi mana shu davolash sistemasi yildan yilga qarab mukammallashishga, yaxshilashga qarab ketib bordi endi. Garchi Turkiyaniki hozir nimasi iqtisodiy biroz nacharlashib qoldi. Lekin shunday bo'lsa-mu, Türkiye xili bir davlatlar qaragan chog'da bu davolash ishlari xili oldida desak bo'ldi-chu. Men bir parcha rasm qo'shib qo'ydim. Turkiyaniki 15 yilning oldida bir dori ilish uchun uzun quyruq bo'lib tizilganini ko'rdim. Ham shu men davolagan ba'zi turk bemorlarim deb berdi-chu paranglashqash. Biz burun işte uzun shu bir sapga tizilib, bir tal dori ilish uchun, mana shu bir qiziqni tushirish dori ilish uchun bak uzun tizilib, bir tal ukol uldirish uchun bak uzun tizilib deb deydi. Hamda hozir davlat doktorxonasini biroz qistonchilik, ammo hargizmi unchalik uzun quyruq tizilgudek darajada emas-chu. Dorixon basına ait asalım doğrulan ağıl buldu. Bazı xil yaxşılıq qarab mengatıdı emdi-chu. Endi shu bizning Uyg'ur Turkiyaning bir qancha shu sog'liq saqlashning biroz ortiqchiligi bor-chu. Qarindoshlar menga to'l deydi. Turkiyaniki davolash ishlari biroz nachar ekan. Doktorlar bir narsa bilmaydi ekan. Texnikasi nachar ekan, dorilar qimmat ekan, dori topqilamaydi ekan deb qaqshab berdi menga-chu endi. Buni har xil sabablar bor. Buni men chiqdim, to'rladim dedim. O'zimning YouTube kanallarida yoki Facebook betladim to'l deb turman. Xato tushunmanglar. Bu yerda jiq masala faqatlam birlam Turkiya nachar degan gap emas. Bu yerda bemordimi masala bor, davlatning masala bor-chu. Endi ortiqchini deb o'tsak, bu Turkiyaniki ba'zi jihatlarda haqiqatan oldida. Masalan, go'zallik, o'sin tuzash jihatlarida oldida-chu Turkiya. Yurak kasallikini davolashda xili oldida, suyak kasallikini davolashda operatsiya qilishda xili oldida-chu. Endi ko'z kasalliklari, bunun boshqa men o'qimagan ba'zi bo'limlar, ba'zi nimalar, alanlar bu bor. Endi davolash jihatda butun dunyo eng ola deyamasakmi, lekin xili tajribani yakunlab shu sahani oldin qator kirishga tirishyotidi. Ham qila oladi-chu, asta qurbati bor. Ikkinchisi ham Turkiyaniki shu davlashlarda iqtisod chiqim jihatda bir ortiqchiligi bor. Hozir mana u dollar liraniki o'zgarishi qalamqonchilik bo'lish sababidan ba'zi narsalar biroz yuqorilab qoldi, ammo eng qisqa vaqt ichida arzon bahada ultrason deb qo'yamiz, ultravoz tekshirish xitoycha binchov deydi-chu uni. MR tekshirish, CT tekshirish, qon tekshirish masalan oson qig'il bo'ldi, ham arzon puli qig'il bo'ldi. Ham ba'zi dorilarni
ba'zi dorilar, ba'zi davolashlarni boshqa Yevropa davlatlarida turganda yoki Vatnimizda turgan chog'da nihoyatda tuvan bahada qabul bo'ldi. Men bu burun bir qancha rak kasallik bemorlariga nihoyat azam bahada dori avatmadim. Bu o'xshash vatanda 15 ming, lekin Turkiyada 3 ming lira. Asta ortiqchilik bor. Yine ba'zi qarindoshlar Yevropadan kelib operatsiya qildi, O'rta Osiyodan kelib operatsiya qildi. Masalan, tish davolashini qildi, ba'zi ko'z operatsiyasi qildi. Turkiyaniki mayli iqtisodiyatdan bo'lsinmi, texnikasi o'xshash, ammo iqtisodiyat nihoyat tuvan, nihoyat uyg'un bahada, nihoyat qisqa vaqt ichida qildirg'il bo'ldi. Üçüncüsü qulaylik darajasi. Qulaylik darajasini deb aytgan chog'da Turkiyada masalan Yevropanikini biroz araştırıp baktım hem de izni baktım Yevropada doktor ko'rinish uchun xili bu shu tizilish kerak ekan. Shu zaman berib bilan bir ma'lum bir bilim doktor bilan ko'rish sal taskan. Cho'qim oila doktor ko'rgandan keyin ular yo'llantirgandan keyin anan degan bir doktor ko'rinish ishlarni qila oladi ekan. Ammo Turkiyada onun bir artışlı bağ oturapның. Ben onu yaxşı yemedim çünkü ben bir yaşap bakmadım. Ama Türkiye'ninki şu zamandan beri ciddi kutuş paralayısız. Hem ya da aşına akamda. Lekin ciddi kutuşka çoğun kesel bolsun, kiçik kesel bolsun. Hemis paralaydı. Aile sağlık merkezine şu günden içinde yalnız İslam paralaydı. Bu bir artıqçılık. Yani birisi nəhayət asanlam davalashlardan paylanğılı boldu. Dövlət doktorxanaga biraz təsəmdi. 2-3 həftədən keyingi numar düşürdü. Amma yerim şəxsi doktorxana. Məsələn, mən bəzmi aləmini işildim. O yerim şəxsi hesablandı. 5 günün içində numar düşürdü. Bu 5 gün içində numar elib bir doktora görünüş bir asan iş emasçı normalda. Şəxsi doktorxanalar bolsa, məsələn ki, bütünlüy şəxsi doktorxanalar bolsa, əmdi cıqrab pul aladı, amma şu günüge yalnız ertesi nur elib resmi bir uzman yoki bo'lmasa doçent texim yuqori demoqchi bo'ldim. Yoki bo'lmasa texim yuqori professor doktorga ko'ringil bo'ldi. Endi bir muncha bu Turkiyani maqtadim. Lekin alqi mening Uyg'ur qarindoshlarga bergan tavsiyam mayli Yevropadan bo'lsin, Arab davlatidan bo'lsin, O'rta Osiyodan bo'lsin, kelib mishaga iqomati bo'lsalam Türkiye'ye kelib bir şəxsi tavsiyem çünki men Arabdan kelgan bemorlarni davoladim Uyg'urlarnichu. Yordam qilardim. O'rta Osiyodan kelgan yordam qilardim. Kiloda oldim zaptimchu. Mayli iqomatingiz bo'lsin, bo'lmasa vatandosh bo'ling bo'lmang, cho'qim bir sog'liq saqlash markazini sog'liq o'chog'i tizimtib qo'ying. Men mana shu sog'liq o'chog'ida ishlab 4-5 ay bo'ldi ishligi. 4 ay bo'lib qoldi. Ba'zi qarindoshlarni tekshirsam, ular 4-5 yilni yoq Turkiyada yashab, bir qitim badan tekshirib boqmagan kishilar bor ekan. Hech qaysi sog'liq o'chog'i tizimlagan qarindoshlar bor ekan. Men o'z tizimtib qo'ysa pek yaxshi bo'ldi. Chunki haqsiz ko'p mulozimatlardan foydalanadi. Ondan yana birisi, mana shu tizimtish usullarini men to'g'rilarga chiqarib qo'ydim. Bizning YouTube kanalından mayli asan tapalaydı çok qarindoshlar. İkincisi bedenimizde alamet bo'lsin, yılda bir aqtim şu beden tekshirishga odatlanish kerak. Sog'liq o'chog'ida bu ishlarni hammasini asanlab qila oladi-chu. Men chiqib qo'ydim rostga aytsam. Aile doktorunuz bilan bir ko'rishib, tunishib qilganning foydasi bor. Qon tekshirishga yordam qiladi. Onun sırt shu sog'liq o'chog'i qon tekshirishlar, badan tekshirishlar, kichik taraf, masalan, boshqa tekshirishlarning shu tekshirishlar badaningizning %80-90 jihatdan belgili bo'ldi-chu. Yaxshi tekshirgan bo'lamiz. Bu tekshirishlarni sirtda qilmoqchi bo'lsa, ish bo'lmasa 1000-1500 lira xarjlaydi-chu. Lekin uni ham sog'liq o'chog'ida yaxshi qilib qo'yib bo'ldi. Uchinchidan aile doktorunuzun ishlagan vaqtida, ya'ni soat 8dan 5gacha bo'lgan oralıqda hafta ichida, masalan, har qanday bir masala bo'lsa bir so'rasin bo'ldi. Ya ayni o'xshash kunni so'ray olasiz, yoki ertasi so'ray olasiz-chu. Berib, masalan, tizimlatib, sen mening aile doktorum, masalan, menda bir xiyollarim, masalan, badanimning bir yerimda og'riydi, balam bir yer og'riydi, yoki men ma'lum bir ko'rinishni davolashni qilmoqchi edim. Sen qanday qaraysan deb so'rasa, o doktorlar hargizmi, yo'q, sen javob bermayman deb chiqaratmaydi. Faqat aldirashdan bo'lib qolmasam, cho'qim sizga bir tavsiyalarni berdi. Şu aşağıda işlatan doktorlarning ba'zilari uzman, ba'zilari praktisiyen, hali tajribasi bor doktorlar-chu. Bu ham o'zim maqtamdan emas endi. To'rtinchisi, doktorunuz tavsiya qilgan tekshirishlarni amalda qiling. Ba'zilari haqsiz bo'lishi mumkin, ba'zilari pul to'lab qilish kerak bo'lishi mumkin. Amalda qilish kerak. Bizning Uyg'ur qarindoshlar ko'pincha vaqtlarda jiqlar emas qilganim, beshida davolaydi o'zini. Qarquyuq davolaydi. Beden diagnozunu koymay turib, tekshirishni qilmay turib, birinchi dori yeydi. Sog'lomlik mahsuloti yeydi. Andan keyin bu yig'ilib %5, %10 saqlaydi, qolganlari kasallik yig'ilib eg'irlab, andan keyin bir tekshirishni qildi. Endi 5idagi 1000, 1500, 2000 xarjlagan dorilarga sog'lomlik mahsuloti ketgan pul
qo'sqa og'irmay, tekshirish ketgan bir 300-500 liralık pulla qo'sqa og'riydi. Bu biraz ters döngü deb qo'yamiz Türkçe. Aşta bo'lib qoldi-chu hozir. Onundan sırt yana men ba'zi masalan 40 yaş, 50 yaşdan yuqori bemorlarga bir o'sma rak kasali shallab tekshirish programlari bor. Onu hozir aloqalashayotman. Ularni haqsiz qilib Turkiyada-chu, yaxshi yeri. Masalan, doim uchraydigan bir qancha o'sma rak kasalliklari bor. Uchay raki, ko'ksi raki, onundan sırt shu jinsiy yo'li virus sabablik bir ayollar ko'p ko'rgan bir xil o'smalar bor. Aslında haqsiz tekshiradigan usullar bor. Sog'liq o'chog'ida bo'lsin, yo bo'lmasa ketam deb bir markaz borchu Turkiyada. Aslında aloqalashayotman, yabancılarni chet elliklarni oladi ekanman. Shuni tunjiqdim angladimda bir kanalda. Qo'shib ketdim. Uyg'urlarni birinchi qalam qildig'ini shu Uyg'urlar xil bularmi deb shuni o'ylayman-da. Aloqalashsam haqsiz qilib qo'ymiz. Shu bemorning o'zi biz telefon qilsin deb biroz yo'llan deb berdi. Buni aloqasman bir yaqinda bir ratlab chiqarmoqchi to'g'richu. Mesela tekshirishni tavsiya qilsam mencha bo'lsa qildiring. Shu sizdan ketadigan bir avtobus puli, shu yarim kun, bir kun vaqtingiz. Lekin bunu bu orqali tekshirish aniqlan bo'lsa, diagnoz bo'lsa, kasal bo'lmasa hammasi xush bo'lmaymiz. Bo'lib qolsa, shu bo'lsa baldur bayqan bo'lamiz. Ig'ir natijalarga ketmay turib, azan davolag'il bo'ladi bemorni. Shunga doktorlar bir tekshirish tavsiya qilsa, qilganning foydasi bor. Beşincisi, internette önümlük paylanan. İnternette mesela MHRS sistemside bir sistem var, app var. Türklerinin merkezi hekim randevu sistemisi de. Türkiye'deki devlet doktorxanalar numaralarından bir app var. Ve kolaylık uçu. Elişsel tez ama işletiş kolay. Onun günü aslamçı. Anındaki e-nabız sistemisi var. O arkalık özünün barlık Türkiye tekşiriyen kan tekşirişlerini bilaleysiz. Biraz ügünüş ketidi, lekin ügünü ağıl boludu. Andan keyin Türkçe Uyg'ur suhbatlardan, YouTube kanallardan uçur izdigili boldu. Uyg'urcha mazmunlar sal az, men chiqarishtirishayapman. Vaqtim bo'lganlar. Ammo Türkçe shu sog'lomlik mazmunlari nihoyat ko'p. Ajoyib ko'pchu. Ular qarab ba'zi ko'nglim yerim qoldi. Unda bizni Uyg'urlarni ajaq emasdi deb chiqib, ba'zi o'ylab qoldim. Aslida bir parcha rasm chiqarib qo'ydim. O'zimni qilgan doktorlar turib ketdi. Burun doktor deb qildim, endi hozir ayolim doktor bo'lgan ekan, shu doktorlar deb chiqarib qo'ydim. Bunun ichida shu Uyg'urcha tibbiy mazmunlarni qo'yman. Men boshqa torlarda foydali deb ko'rsamlar, mazmun Uyg'urlar foydali ekan desamlar, boshdan qo'shib qo'yman. Özüm laylaş amraq bolgandan keyin amal va qilish tirishyapman. Buni to'r bekatini quvvat qili uzun bo'ldi. 15-16 yil bo'ldi. Araliqda necha to'xtab deganda chiqib hikoyalar chiq bunda. Ammo chiqib to'rdan yaxshi foydalanishni umid qilmay qarindoshlarni. Onun sirt YouTube kanalimiz bor. Buningda shu barliq mash Uyg'ur sistemiga o'xshash mana ba'zi mazmunlarni chiqarib qo'yman. Sog'liq o'chog'i qanday tizimlatish, nim kasalliklar qanday davolash chiqib vaqtim bo'lsam chiqarib qo'yatman. Bu lekin faqat ma'lum emas. Endi bir qancha Uyg'ur ustozlar, doktor ustozlarimiz bor. Masalan, pastki birini chiqarib qo'ydim. Mehmet Emin doktor akimiz bu Amerikadagi bir professor doktor akimiz o'smir kasalliklarini tadqiq qildi. Shu ishdan sirtqi vaqtlarda bizga nihoyat bebaho o'zining tajribalarini chiqarib qo'ydi. Shundan xush bo'lmaychi bilan ko'rsam. Bundan sirtgina Kanada bir akimiz bor. Umi shu qanilbati, umi chiqarayotgandi. Ammo chiqib topqil bo'ldi-chu. Topmadislam, iznilmadislamchu Uyg'ur qarindoshlar uchun mazmunlar bor. Altıncısı gapim biraz uzarab ketib qoldi, to'g'ri tushuninglar. Andin birisi mash Uyg'ur qarindoshlarning sog'lomlik ishlarida bir tavsiya qildig'inim, agar badani bir kasallik bo'lsa, bo'libmi yuqumli kasalliklar bo'lsa, amal va aktiv davolash ham davolanish yo'lini izlanish lozim. Bilishimcha hozir Istanbulda hech bo'lmasa men 4-5 deb yozib qo'yibman. Men o'zim bildig'inim 3-4 sog'liq nima oila hekim doktori bor meni qo'shgan chog'da. Men Avjada ishlayman, bir qarindoshimiz Zaytunburda ishlaydi, yana birisi nimada Shernavlarda ishlaydi, yana birisi Safako'da bor. Degandek shu Uyg'ur doktorlarimiz bor. Bundan sirtgina yana boshqa bo'limlarda, masalan, suyak kasalliklar bo'limida, bolalar kasallik bo'limida, yaqinni kuz ICU deb qo'yamiz, yo'q bakım bo'limida ishlaydigan Uyg'ur doktorlarimiz bor. Yana bir qancha doktorlarimiz bor, ish qilib, tish doktorlarimiz bor. Bunun aşağıda arkadaş bölümlerde bizden Uygur doktorlar yetişip çıkmadıdı. En birisi derneklerimizin özünün kurbeti yetişçe, davalaştırda Uygurlarda yardımcı buladıdı. Onu ben körüp duratım önce. Şuna hazır muhaciret Uygurlarımız kesel köstüş, tekşürüş davalaştırda. Mençi bolsa men 2011 geldim. Uçak qarğan çağda xillam qolaylaştı bu işler. Acayip derecede mençi olsa. Fakat mühimi şu bemorning özünün izlenişi. Çünkü köngül bölüp kesim saqaytay. Näye berip qanday ko'rinishim kerak degan chaqda ergizliqi doktor topolmadim, tilimni fuqamay qoldim. O tozalıqı hozir chiqib qulaylaştı bu ishlar.
Ay ahırda şu bir imkan bolsa sugurta qo'yish tavsiya qilman. Biroz jiq so'zlab qo'ydim bu jihatlarda. Kelgüsü evlatlarımızdan sağlamlık için qandaq işlarni diqqat qilishimiz kerak? Eh, bu hmm, kelgusidagi avlodlarimizning sog'lomlik ishlari endi men yana bir parcha rasm qo'yib qo'ydim. Bu men nihoyat yaxshi ko'rgan bir parcha rasm rostini aytsam. Necha maqolada mush rasm ishlatdim. Shu bizning vatanda qolgan Uyg'ur inlarimiz, bolalarimiz, avlodlarimiz jiqlari vatanda hozir. Shu muhojirat chiqqan ko'plagan qarindoshlarimiz nima uchun chiqdik? Yaxshi bir muhit bo'lsin, avlodlarimiz yaxshi bir cho'ng bo'lsin, sog'lom bir muhitda, sog'lom, kuchlik, bilimlik, imonli cho'ng bo'lish uchun vatandagi go'zal hayotimizni, rohat hayotimizni tashlab chiqdik mishaga. Mushu necha nuqtalarning ichida ham sog'lom bo'lish nihoyat bir muhim bir nuqtachu. Bolamizniki shu avlodlarimizning sog'lom bo'lishi bizning Uyg'ur millatining kelgusiga udullam ta'sir qildi. Bu gapni shunday degim bor. Ham deb kelyapman, lekin men faqat bir ikki deyalayman oldim kelgan bemorlarga. Mushtaq Uyg'ur sistemida mushtaq bir livda hozir bir davoldim. Yaqinqi bir necha yilda ham shu 4 yil jiddiy qutulishlash jarayonida Uyg'ur bemorlarining ichida yuqumli kasallikni nihoyat jiq ko'rdimchu. Jiq ko'rdim degandam endi yig'ib kelsa 15-20 ammo men ko'rgan bemorlarga nisbatlashtirib kelgan chog'da masalan men 500 Uyg'ur ko'rdim. Buning ichida bir 5 ning ichida yuqumli kasal bor degan gapchi. Buning ichida nima bor desanglar, AIDS bor, B tip jigar yallig'i bor, C tip jigar yallig'i bor, tuberkuloz bor, yana jinsiy yuqumli kasalliklari bor. Masalan, xili bir salmoq egallaydi. Masalan, 500 odamning ichida 5 kishi bo'lsa 100 degan gap. Bu 100 degan kichik son emas-chu normalda. Qarashda kichik bo'lgani bilan, ammo agar 5000 kishi bo'lsa 50 odamni bor. 5 bunisi bular bir-birisiga yuqidan kasalliklar-chu. Bu kasalliklar faqat shu bemorning o'ziga ham ta'sir qilmaydi. Shu bemorning oilasiga ta'sir qildi. Oilaga og'ir darajada iqtisodiy yuk bo'ladi. Ondan sirt kelgusidagi bolalariga ta'sir qildi. Ya bolasi yaxshi tug'ilmay qoladi, yo bolasi yo'qidi. Bu bir avlod bizningki kelgusi avlodlarimizningki bir o'rta nihoyat buzilibdi degan gapchi. Ondan sirt yana bu yaqinda yoki bu oxirgi bir 20 yil, 1 yilmikin chiqmam asosida anglatyapman dechu. Shu ittik to'y qilib ittik ajrish ahvollari nihoyat ko'p. Bundaq ahvol ostida biz abay deb o'tgan bir qancha yuqumli kasalliklar nihoyat ittik yo'qidichu. Bu ittik to'y qilib ittik ajrish degan gap faqatlam rasmiy tekshirishdan o'tmaylam, rasmiy xat ilish emas, faqatlam endi shu imomlarniki nikohsidan ittiklam to'y qilishni ko'z tutadichu. Agar bundaq bo'lib ketib qolsa, bizning Uyg'ur millatining kelgusi sog'lomlik jihatdan nihoyat og'ir bir falokatga yuz duchor keldi. Ammo gaplar men unutib qolmay deb yozib qo'ydim shu Wordning ichiga. Endi meniki endi shaxsiy tavsiyalarim bir qancha tavsiya. Bu tavsiyalar faqatla mening o'zim shaxsiy tajribam emas. Biz bir qancha doktorlar bir yerga kelib, maslahatlashib, qayta deyishib turib, yakunlab chiqqan mazmunlar bularchu. Birinchisi men qizilsizlikni olib qo'ydim endi. Mayli imom nikosi bo'lsin, yo rasmiy Turkiya hukumatidan bir xat ilib turib to'y qilish bo'lsin, cho'qim to'ydan burun bir tekshirish qilishni tavsiya qilaman. Shu imom, masalan, shu nikoh o'qigan imom cho'qim shu to'y qilmoqchi bo'lgan kishilarga bo'lsa bir badanlarni bir tekshirib kelinglar. To'y qilishga muvofiqmi, emasmi, uni bir nim qilsinmanchi bo'lsa bir Xitoycha bagon deb qo'yamiz. Mana shu bir post bo'lib qolsinmanchi bo'lsa. Ashta qilsa bir nihoyat mana shu yuqumli kasalliklarning tarqalishining oldin nihoyat yaxshi og'il bo'ldi. Buning sababi masalan bir tushuntirib o'tmay oldin bir ish keldi-chu. Ikkinchisi, kelgusidagi mana shu avlodlarimiz texnik sog'lom bo'lish uchun homildor bo'lishning oldida bir oy burun mana shu homildor bo'lmoqchi xonim bir badan bir tekshirsin. Mayli shaxsiy tekshiramdi yoki ma'lum bir oilada o'tirib bir tekshiramdi yoki sog'liq o'jaga bir bunu biz qila olamiz. Bir tekshirsin menchasi. Qon tekshirish orqali tomirlar badandagi ahvol qanday, tomir qanday, hormonlar qanday hamma bir ko'rsa, bolalarni elishqa shu bir yaxshi bir nima badan hozirlandimi? Andan keyin homildor bo'lgandan keyin mana shu 9-10 oy ichida sog'liq o'jagida 4 qitim tekshirdi. Bu homildor xonimning og'irligi qancha bo'ldi, qo'sqi yo'g'andimi, tomoqni yaxshi yalatamdi, qo'saqki bebekniki, bovoqniki yurak so'qishi qanday degan hammani biz qila olamiz. Haqsiz qilib qo'yamiz mashlarni-chu. Andan keyin tuqqandan keyin
Bu vaqt yangi tug'ilgan chog'da bir shallab tekshirishi bor. Shu bolada tug'ma kasallik bormi yo'qmi deb tekshirish. Ularni hammasi haqsiz qilib qo'ydi sog'liq ocağida. Andan keyin bola tug'ilib bir qancha qitim tekshirishlar bor, vaksinalar bor. Vaksina urg'iz jiq Uyg'urlarni urg'izmaydi ekan. Bir qism Uyg'urlar deyli, jiq demayamdi. Urg'izishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Uni endi ayrim konularda paranglashamiz. Vaksina urishni tavsiya qilma. Urmasmi ish bo'lmasa eg'irlik qandoq ketib bordi masalanga. Birinchi ayda, ikkinchi ayda, uchinchi ayda, to'rtinchi ay, oltinchi ay, 19-chi ay, 12-chi ayda misol bo'libchi chaqirma sog'liq ocağı. Keling, bolangizni ko'rib boqili. Yaxshimi, askimi, gapqotadimi, jig'ildimi, o'yindimi debchi. Aslan ko'rsatib bolalarni bir kontrol qilamiz, sog'lom cho'ng bo'latamdi deb. Shuni tavsiya qilaman. Bu bolalarimizniki, avlodimizning sog'lom bo'lishiga bir kapolat bo'ldi-chu. Onundan sırt, üçüncüsü sağlık saqlash merkezi balık terki vaksini emtiş ösüp bunu deb tutmaras. Dördüncüsü balalarda alametler az bolsun yoki bo'lmasin, yılda bir aqtim bir qon tekshirib bo'lman choschu. Ya'ni 2 yilda bir aqtim, 1 yil bir aqtim. Qon tekshirtmagan ahvoldami, balalarda bir alametler yuz bersa, cho'qim ahamiyat berib qo'y. Masalan, mana bir bemor keldi. Ata-anası yaşlanıp 25-30 yaşta bir isimden kaptı. 4 yaş, 2 balası var. Birinci balısının ösülüp yetişi sel asta. Qarsam ikinci balısına oxşaşken. Birinci balası 5,5-6 yaş, ikincisi kızken 4 yaş. İkisinin boyu oxşaş, eğirlik oxşaş. Birinci oğal oynayadiken, sakrayadiken ama sel ara sıra meşhurluğu bazıda yerip kaldı iken oynap. 5 sal kaydı iken. Bir çıkım jıkıl kaptı. Ben bir beden kesi, onu bana demedi rasniysam. Ben bana sağlık ocağı işleyen yakı kilonlar bir tekşirip koydu dep yürüp, ular bir aylık kişi geldi. Ayal tekşirdik, dadısının apısını tekşirdik, iki balısını tekşirdik. Oğal sağlık, ne deyimiz, biraz jığlanğu. Lekin kızcak, 4 yaşlı kızcak, şunda çidamlık bedeni Türkçe desek, turup tek dep koyamdı o şıklı. Şunda yaxşı. Birincisi kanı aldık. Aşağı bek uzun jığıldı. Acaba cili horbalken dedim içimde. Lekin keyin qarasam, o balının qini şundaq tövenken. Normal kişilerin qini hemoglobin dep koymiz, qizil qon dandisi. Odatda 12-13 atrofida bo'ldi-chu. O balaning 12-13 bo'lishi kerak. Ishimiz 10 bo'lishi kerak ishimizsa. Ammo o balaniki 5,5 ekan qarang. O 5,5 bo'lsa biz bazmalamdek doktorxonada jiddiy qilsa direkt udillam tomirdan qon berib bag'ri darajada bo'lib qopti. Shunlashqa o bal yaxshi o'samapti. Ish ota-onasi bilmaydi uni. Hozir davolashni boshladik, sal o'sish boshlabdi qonlar natijasi-chu. Ama bir misal demeçi, şuna balda bir ahvala bulup kalsa, daim jıkıldığan, yalnız başı kaydıgan, daim kisal, mesela yılda 4-5 kıdım kisal olup kaldıgan, üst bitlişi, şu yaşlık balla okşaş, paka olup kalsa, onu keçiktirmeyin. Bayqağına malım berip sağlık ocağı doktorunuzdan mesele soradık. Başka doktor tapamızsın, ben de soram. Ben işimiz, ben dep berme, kanda yol kılış, yol kösüp berme. Ma bu içki başı koşup kalan resimim, YouTube kanalda işleyen resimlerim, aşınacıda bazı şu texim hazır yeni gaplarım texim təpsili kengaytib dedim. Yuqumluq kasallikni aktiv davolashga, oldinlashga ahamiyat bering. Mayli AIDS bo'lsin, yoki boshqa kasalliklar bo'lsin. Shu 4-500 bemorni tekshirdim. Buning ichida o'zi uqmaydi bemorning o'zi. C tipi jigar yo'li chiqqanlar bor, B tipi jigar yo'li chiqqanlar bor, AIDS chiqqanlar bor. Ularga tekshirish yo'llarini qaysi bilimlar berib, texmo ilgirlagan davolashlarni qilishni hammani yaxshi deb berdim. Ba'zilari qildi, ba'zilari sal ishni nim qotidi, aql so'zatidi. Ama tavsiya qilma. Vaqtida davolab, vaqtida bir tadbir ko'rish kerak. Chunki siz faqat o'zingizlar kechiring, siz demadim. Ko'rmalarchiliklarni otib siz deb aytdim. Bu bemorning o'zidan ham ketmaydi, bolalarga ham ketib qoldi-chu. Andim eg'ir bir turmush qolib qoldim. Miyada biraz mazmun qo'shib qo'ydim. Ichtiklan bir deb o'tkitay. Turkiyada to'y qilishni buni tekshirishda AIDS chiqsa to'y qilsa bo'lmaydigan bir qonun yo'q. To'y qilsa bo'ldi. AIDS kesili bor kishimi to'y qilsa bo'ldi. Bu yerki masala agar shu kishi AIDS bo'lsa, masalanga, er tarafda AIDS bor deyli. To'y qilmoqchi bo'lgan qarshi tarafni bildirmay to'y qilsa, orqadan ayol taraf bayqab qolsa, bu saq ayolni agar kasallik bo'lsa, bu jinoyat hisob bo'ldi. Ama şu toydan burun, mesela AIDS çıkıp kalsa, ya bu ularga toy nimesini berememe degan bir nimi yok. Toy qısı buldu. Lekin amal ba, bir tarafninki xabar buluş gerek. Ma
doktorum diyemeydi onu çu, nimaga saq tarafgacha. Masalan, sening to'yqmoqchi Doğru. bo'lgan erda ham, to'yqmoqchi ayolda AIDS bor ekani biz diyemeymiz. Biz desek bo'lmaydi. Qonun xilof bo'ldi. Faqatlam o'sha odamning o'ziga deymiz. Kasal. Sening AIDS kasal bor. Buni cho'qim sening juftingga kelgis to'yqmoqchi bo'lganing yoki to'y qilmag'in, boshqa bir yo'lni izlangin. Yo, biz to'y qilsam cho'qim qarshi taraf bilish kerak bu ishni deb deymiz hamdichu. Ham yo, men cho'qim illa to'y qilmayman, keyin deb qo'yma, ansirmanglar deb desa, biz u chog'da bu bemordan bir ayrim bir uyda turib bir imzo olamiz. Shu narsalarni bayon qildim. Buning men o'zim ega bo'lmay deb turib qog'oz olamiz, undan to'ydan qog'ozni beramiz. Ham qog'ini shu odamniki bir insofi qoldi degan, vijdoni qoldi degan gapchu. Meyada shu Turkiya qonunida to'y qilsa to'sqinlik bo'ladigan, to'y qilsa bo'lmaydi deb doktorlar udlam sen to'y qilsan degan qog'oz beradigan bir qancha kasallik bor. Masalan, sifilis bor, gonore bor, chancroid, lepra, tuberkulozlar bor. Tuberkulozni davolanib biroz saqay sayin to'y qilsa bo'ldi-chu. Ma bir qancha kasallik bayqalsa, men udlam doktorlar bir suhbatimda sizlarni to'y qilsam qo'shilmayman degan qog'ozni bera olaman. Ammo to'y qilishga to'sqinlik bo'lmaydigan kasalliklar ichida qonunda masalan HIV, ya'ni AIDS bor, hepatit B, hepatit C, C tipi jigarli, B tipi jigar. Bularni yuqudi. Ammo men bularga yaxsan to'y qilsam mayli degan qog'oz bilan beramayman. Faqatlam bemorga shu tushundirmoqchi. Bu yerda shu AIDS, B tipi jigar, C tipi jigarlikni yuqinish ehtimoli yuqori bo'ldi. Turkiyada, lekin to'y qilsam bo'lmaydi degan bir narsa yo'q qonunda. Buni qilish maqsad faqat aktiv davolansa, to'g'ri usulda yashasa ham to'y qilib bo'lgandan-keyinchi, qarshi tarafni bilsa, bu turmushini davomli yaxshi mang'idichu, qarshi taraf yo'qtirib qo'ygan mang'idi. Ammo qarshi taraf bilmay qolsa, asalam yo'qidi, bolalar yo'qidi degandekchu. Uyg'urlarimiz orasida mushu jihatda sog'lomlik qonuni uncha yuqori emas, taxirchi bilim demoqchi o'g'lim. Turkcha bo'lgandan keyin bilib bo'lmaydi u narsalarni. Nikoh o'qitish bilan to'yni itiklam qiladi, itik ajrashidi. Shu orqali bu Alloh saqlasin, endi hozir kimlar tarqaldi o'qimayman. Men biraz statistikani yozib qo'ydim. Men saqlash markazida ishlash 3,5 oy bo'ldi hozir. 3,5 oy turasi esim kelsin. 2-yil boshlagan. 350 tak Uyg'urlarni tekshirdim-chi. Buning ichida yuqumli kasal chiqishning soni tuvandigicha. Ya'ni 2 kishida jinsiy yuqumli kasali sifilis bayqaldi. Bularga haqiqatan to'y qilib bo'lmaydi. Ishim cho'ng kishilar ekan tuxlar. Balki to'y qilmagandi. Ular meni to'y qilib olmaydi-chi odatda. Sog'lomlik raportini. 4 kishida AIDS chiqdi. Bir kishida setik jigar yalug'i chiqdi. Hozir davolashni boshladi u odam. 2 kishida betik jigar yalug'i chiqdi. Birisi biladi ekan, birisi bilmaydi ekan. Har qaysi bilimlarni tavsiya qildim. Masalan, shu 3 qurdiklar boshlanishida masalan bu yig'ib kelsa qancha odam bo'ldi? Hozir 3, 6, 9 odam bo'ldi. 350 kishi 9 odam degan qancha bo'ldi? %2 degan gap yo'q. %2,5 jiqroq degan gapchi. Turkiyaning jami nupusi 83 million. Bunun ichida AIDS virus bayqalgan bemorlar 30 million atrofida. Bu degani 2801. Ammo bizda qancha bo'ldi hozir bu nisbat? %1 degan gap. %1. Bizda Turkiyada 2801. Demak bu bizdagi ko'rilish nisbati yuqori degan gapchi hozir. Endi menga bemorlar keldi. Saqadam kelmaydi ko'pincha ahvolda. Shunga men bundaq nisbatlasam ancha to'g'ri emas. Ammo bu endi buni yuqori bir nisbatchi. Bu biraz xatarlik bir ishchi. Mushtaq Uyg'uriston mana bir fursat berdi deb oldim hozir. Bir eskartish bo'lib qolsin deb. Endi abay degan gapning oxiri bularga shu bemorning o'ziga ham xabar beramiz. Kimligini maxfiy tutamiz odatda. Hargiz boshqa demaymiz. Turkiya hukumati mashta qildi hattoki. Bemorning ismini men udul demaydi hattoki birinchi ism bilan odamniki birinchi harfi, soyadning birinchi harfini qo'shib, boshqa bir murakkab bir kod bilan men berdi. Munosib bilimlarga aktiv davolash berishni tavsiya qilamiz. To'y qilishga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Vaqt kelgan bemor o'z qarshi taraf uqtirishni tavsiya qilamiz. Chunki biz to'y qilmoqchi bo'lgan tarafga qilsanmaydigan qog'oz beramaymiz ular uchun. Endi qog'oz shu kishining vijdoniga bog'liq. Ammo bu yer bir muncha AIDS to'g'riliq qaqshab ketdim. Buning sababi men biz ma'lum ishgan chog'da bir 5-6 AIDS bemorini tanıydım. Uyg'urlar orasida biz doktorlar jixolmagandan keyin oldim kep qoldi-chu. Ulardan sırt yemediğin 4 kişi var. O yer 5-6 adam. Toplam hazır 10 kişini aldı kendi tondum diyen gap, bildim diyen gap. Bu küçük san emas. Yeni birisi şu bir qancha doktorlar bilan paranlaşgan çağda şu nemu, şu temi çıktı.
Ulağım uçuraydı ekan masalan Allah saqlasun. Yeni birisi mana necha kun oldida bir vatanda 20 yil doktorlikqa bir hadimiz bilan izlab kelibdi. Hadimiz shundoq telefon qildi manga qilib, işte uka masalan ko'risham bir ishim bor dedi. Telefonda aniq so'rmadi, degisi yo'q o'xshaydi. Ko'rishgan paranglashib keldi qishimga. Asha paranglashdik chayishgash. Hadimiz o'ziniki shu birisi birinchidan doktorlik nuqtasidan chiqib, endi biz uyg'urlik nuqtasidan chiqib, shundoq ansirab turib, vijdoni shu chidamay, işte ukam aydiz ahvollari bor ekan, to'y qilish ahvoli bak qalaymaqon, shuni bir oldin to'ssaq bo'ldi deb kelibdi. Beşide adımızdan bir aylık bir yaxşı bir planı yokçu. Kalası yeng bilen şekillenmegen faqatlam şu gapni anlagan malam şundaq ensirep şu milletimizde ensirep жүгүрөп kepti ma. Şu bir yol tapaylı depçu. Men neçoqning yaq neçinin yaq desem boldu. Adet maş Eydis to'g'riliq xiljik mazmunlarni chiqardim. Qulamni kliş chiqib keldimçu. Mayli xatlik mazmun bo'lsin, rasmlik mazmun bo'lsin, YouTube'da film ishlash bo'lsin, bemorlarni tunsam aql davolash usulini yo'llarni ko'rsatish bo'lsin, qo'limda qilib keldim, lekin yana yetarli emas shu rostini aytsam. Endi adimizda vatanda qandaq bir boshqa bir usullar bormi deb bizcha paranglish jarayonida eng oxirida mushu nuqtani topdiqchu. Mayli imom nikoh bo'lsin bo'lmasin, shu diniy kishilarni bir izlab boqqan bo'lsak, shu nikoh o'qitish nuqtasidan bir tutib boqqan bo'lsak qandaq bo'lar deb mushu yerga keldik. Men yaqinda bir ko'rishmoqchi, o'lim jamiyat bo'lamdi mayli shu imomlik nikoh o'qitayotgan kishilarni ko'rishmoqchi. Nikoh o'qishning oldida bir shu badan bir tekshirib o'tib, mayli qaysi yuqumli kasallik bo'lsin, bir doktorning tavsiyasini ap bo'lib, andan keyin qaror bersa debchi. Biz ben mana o'ylashdi. Biz shu nuqtaga keldik. Bu nuqtani ashadimiz berdichi, shu usulni deb berdichi. Biz paranglish jarayoni bu gap chiqdi. Şoňa bu nokta biraz diqqat qo'ysak yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hamda belki jiroq ketib qoldim. Avlodimizdan deb aydiz ketib qoldik. To'g'ri tushuninglar. Vatanda doktorlukni o'qiganlar Turkiyada kasbini davomlashtirmoqchi bo'lsa, qanday jarayonni besib o'tish kerak? Hamda biraz yenikroq mazmunlarda paranglashli habayba eg'ir narsalarni deb ketdik. Vatanda doktorlik o'qigan, andan keyin Turkiyaga kelib, kasbini davomlashtirish uchun degan bu mazmunni qisqalam yozdim. Buning sababi shu 2016dan ilgari, 2017dan ilgari chiqadiganlar chiqib bo'ldi. Doktor qarindoshlarchi. Masalan, 2011 keldim bu yerga. Ondan keyin 2012, 13, 14 jarayonida chiq doktor qarindoshlar keldi. Kelib yo'lni izlab, masalan, o'zaro biz guruh qurish orqali, bir-birimizga har xil uchurlarni ta'minlash orqali asosiyatan bu qoldiganlar qolib bo'ldi, imtihon berdiganlar berib bo'ldi, ketadiganlar boshqa ketadiganlar ketib bo'ldi-chu. Shunga bu jihatda endi bakilqi tafsili demay deb, vaqtinglarni olmay deb shuni qisqalam yozib qo'ydim. Biz kelgandan keyin doktorlikni qilish uchun 4 yo'lni mangdiqchu. Beshida Anqaradagi Ma'rif ministrligiga Türkçe yüksek öğretmen kurulu deb qo'yamiz, YÖK deb qo'yamiz qisqartiblam. Bir xil yük bo'ldi bizga debchi bu ishlar. Shu yerga başvuramiz rasmiy. Shu yerga tizimlatimiz, aşağı bir materialni topshiramiz. Masalan, men vatan doktor bo'ldim. Bir şey doktorlik qilmoqchi deb diplomlarni bergandan keyin ondan keyin bizga bir imtihon kirmaslik salohiyatini berdi. İmtihan kirsizlar deydi. Türkiye'de doktorluk imtihanı bor, TUS deb. Tipte uzmanlık sınavı deb. Her yıl 2 qitim bo'tadi hozir. Shu imtihonga kirish salohiyatini berdi. Andan keyin o imtihon qatnashimiz shularniki bir baraj, bir sondan o'tsaklam, numarni olsaklam, ana bizga numarimizni qarab, burun vatanda o'qigan diplomimiz saatlar qarab bizga praktik qilish, qancha vaqt praktik qilish bir nimasini berdi hozirgi ishlar. Hozirgi nimada. Hozirgi shu sistemida. Masalan, ma'lum bir doktorxona 3 oy, 6 oy, 9 oygacha praktik qilgandan keyin, andan keyin bizga diploma tanlash isbot qog'ozini berdi. Uni denklik deb qo'yamiz. Ana shu orqali doktorlik qila olamiz. Men shu yo'llarni olib keldim. Men praktik qilmadim u chaqda. U chaqda praktik qilish degan bir yo'l yo'qdi. Faqat imtihon qatnashib bo'lgandan keyin ba'zi ma'lum o'zim bordim praktik qilish uchun. Biroz qo'lim unutib qolmay, xam bo'lib qolibdi deb. Ba'zi ma'lumda bir 3 oy praktik qilgandan keyin ashyaga başvursam, tizimlasam doktorlikqa ular olib qolgandi meni. Şoňa buni bekliqi tavsiya etmedim. Şu qisqalam deb o'tishim. Chet eldagi Uyg'urlarni davolash kasbida va boshqa kasbda qanday tirishish kerak? Men cho'ng ishqiboti rasm qo'yib qo'ydim. Bizning cho'ng aklarimiz.
chet ellik Uyg'urlar davolash kasbida o'qiyotganlar yoki boshqa kasbda qanday tirishish kerak? Bu savolga mas'ulning beshida sizlar biz deyishgan chog'da men doktorlikni bitirdim masalan. Men Turkiyaga keldim 2011-yili. O chog'da bizga har qanday ustozlar yordam qildi, lekin bizga shu doktorlik jihatda eng chong yordam qilgan o'ng tarafdagi Ahmadjon akamiz. Ahmadjon doktor. Ahmadjon akamiz burun vatanda tibbiy institutni o'qib o'tirib kelgan chog'da ba'zi sabablardan chet elga chiqib qolgan Turkiyaga kelib, Mishayda qayta doktorlikni o'qib 7-8 yil o'qib, bitirib, oila doktori bo'lib ishlab qilgan bir hem Uyg'urlar yordam qilayotgan ko'z ko'ringan bir doktorimiz edi, doktor akamiz edi. Mushu akamiz bizga haqiqiy jihatdan ko'nglining tegidan chiqib turib bizga yordam qilgan. Manga yordam qilgan ish bo'lmasa, chunki manga nihoyat ko'p yordam tekkan. 2011, 2012, 2013'lerde mash akamiz baqtirlam qachon yordam so'rasak yo'q demaydi. İçinden chiqarib berdi juma. Shunga hozir men qaytib rahmatim aytolay. Eng birisi yonda bizniki Erkin Sadiq akamiz. Buning bir rahmatim bor. Erkin Sadiq akamiz balki men tanımaslik mumkin yoki esid qolmagan bo'lishi mumkin. Biz ko'rishgan burun Erkin Sadiq akamiz bilan. Tunji qitim ko'rishgan vaqtimiz 2007, 2008'di. 100 turan ko'rishmidik. Bu çağ chet el chiqish bilan bo'lgan chog'da Adam manga shu Erkin Sadiq akimizga bir xat yozib baqqan, Erkin Sadiq akimiz bek yaxshi to'g'ri yo'ldan ko'rsatdi deb degandi. Men xiyolimda Amerikada bir nihoyat utuq qozongan bir akimiz. Mendek bir siratga bir xat yozsa qaytaramtiki deb o'ylagandim. Xat yozdim, lekin shunda bir amalan qilib yurib xat yozsam, e-post emailda avassam, manga bir yarim kun ichida xat qaytaribdi. Nihoyat tafsili qilib, shu meniki ahvolimga nisbatan bir xat qaytaribdi. Hurmat ukam, u bu debchi. Buni tanmaydi meni. Va shunda xush bo'lgan, shunda qilib ta'sirlangandim. Adan lekin shu 2011 Turkiyaga kelgan 2012-2013'da shu Uyg'ur akademiyasidan bir yig'ini bo'ldi. Akademistlarning yig'ini bo'lgan chog'da Erkin Sadiq akamiz keldi ekan, nihoyat xush bo'lib, bir ko'rish olay deb badim yig'in qatnashdim. Qatnashgancha Erkin Sadiq akamiz bakan to'q orliqda bir o'ziniki natijalarini dedi. Anan keyin orliqda bir choy ichish, bir aram olish vaqti kelgan chog'da bir Erkin Sadiq akamizni qo'l tutib turib bir 100 turana paransa bir qisqa vaqtga muyassar bo'ldim. Hem özüm rahmetim bildirip aldım. Belki mazur unutup kalgan bo'lishi mumkin, lekin elam rahmetim bor. Hem bu yerga bu ishga akamizni qo'yishdagi maqsad ma'lum bir kasbda bir yo'l so'rmoqchi bo'lsak, masalan, doktorlik o'qiyotgan birisi bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa injenerlik o'qiyotgan birisi bo'lsin, cho'qim shu kasbning kasb ahlidan, shu yo'lni ming baqqan bir odamdan, mingib natija qozongan odamdan yo'l so'rasa bakrak to'g'ri bo'ldi ekan. Boshqalardan so'rasak, masalan, ba'zilari hammasi Uyg'urlarimizning ko'pincha seni oq ko'ngilli, ya'ni maslahat berdi. Ammo o'zlari boshqa qarindoshlar ash yo'lni mangmagan ekan, xato yo'l ko'rsatib soldi ekan. Bilib bilmaychi. Andan keyin biz ash xato yo'l ming ketib qoldik ekanmiz. Bir qancha yil o'tgandan keyin hayotimiz isrof bo'ldi, vaqtimiz isrof bo'ldi, ishimiz cho'ng'aydi, keyin oqimiz qarasak, bir muncha yo'llar bu yo'lda ming ketgan yo'llarimiz bor. Andan keyin u vaqtga pushaymon qilamiz. Pushaymon qilib yo berib u odam qaqshamaymiz. Ashta bo'ldi. Shunga mening shaxsiy tavsiyam ma'lum bir jihatda bir yo'l so'rmoqchi bo'lsa, masalan, doktorlik bo'lsa, mendan so'rasa bo'ldi. Men bilishimcha yordam qilaman. Doktorlik to'g'riliqchi. Ammo boshqa kasblar bo'lsa, shu kasbning ahlidan, shu kasbni tutib chiqqan kishidan yo'l so'rasa bakrak to'g'ri bo'ldi ekan. Hamda chiq vaqtdan tejog'il bo'ldi ekan. Bu birinchi bergan tavsiyalarim, yoshlarga bergan tavsiyalarim. Ana ikkinchisi shu davlatning imtiyozlaridan to'liq foydalanish lozim ekan. Agar u davlatda chet ellik masalan o'xshash bir kasbda imtihon berib kirish uchun chet elliklarga 60 numar, vatandoshlarga 80 numar bo'lsa, mencha bo'lsa, men illoki cho'qim shu vatandoshlar o'xshash numar elib, o'xshash bir shu nimani, numarni soni talishma deb bak o'zini o'tiratmaslik kerak. Mening shaxsiy tavsiyam bu. Ash 60 numurlik ash fursatni foydalanib, ash orqali yaxshi bir yerga kirgil bo'lsa, mencha bo'lsa ashni tanlash bekrak yaxshi bo'ldi ekan. Chunki bizniki yugurash nuqtamiz o'xshash emas. Biz boshqa yerdan keldik. O'xshamagan bir tilni paranglashimiz, yangi bir tilni o'rganib turib qilsak, men mashina o'xshash bir yerda tirishmaydi, sal taskin. Agar qobiliyatimiz bo'lsa, tamam, ashta nim qildi. Ammo agar texim yaxshi bir avantaj bo'lib qolsa, ortiqcha bo'lib qolsa, to'g'ri numar yo'qmi, boshqa bo'lib qolsa, lekin yaxshiroq kirgil bo'lsa, ash yaponchilarga berilgan, chet elga berilgan imtiyozlarni yaxshi foydalanish kerak ekan. Mencha bo'lsa endi. Ondan shu ya'niki o'quvchilari, xizmatlarini qulaylik qilib bo'lsa, cho'qim yaxshi to'liq foydalanish lozim kerak. Uchinchisi, o'zining kasbini ham qiziqishni birlashtirishga ahamiyat berish kerak ekan. Buni bak muhim ekan, buni his qildim. Balki buni hamma odam biladi-chu.
bu qiziqish har qanday bir ishniki bir yaxshi bir boshlanishi bo'ldi ekan. Masalan, men kompyuterga qiziqman. O'tgan 2020-yil beshida Xitoy virusi tez yamrab ketdi. O chaqda shu YouTube kanallarga video chiqarishga boshladim. Ham shu xalqimga hem loyiha ishlarini yaxshi qilay, hem xalqim biraz foyda bo'lib qolsin deb to'xtamay 3 kunda bir 4 kun bir mash koronavirusniki, Xitoy virusiniki virus ahvolini misol rasm shaklda Uyg'urcha qilib chiqarma. Bu men 107 parcha chiqartma, 3 kunda bir chiqartdim. To'xtab qolmaydi ekan. Mushu qiziqish bo'lsa adam to'xtab qolmaydi ekan. 2 kunda yerib qolsa to'g'ri, ammo 3-chi kuni yana sizni qaytadan shu yotqandan uyg'ondirib, yana qiziqishingiz sizni oldiga ishtirib turdi ekan. Shaxsiy tavsiyam amal bor o'zining kasbini ham qiziqishini birlashtirib bir ish qilsa, hammada yaxshi bo'ldi ekan. Buni balkim Erkinston akamizning ba'zi kitoblarida degan bo'lishi mumkin. Ashta deb esim batdi. Mana masalanga men tor bektimning kichik bir kasgan bir yuzi. O'sha bir parcha rasmni qarsam nihoyat chiroyli. Lekin bizning Uyg'urlarda bunday bir rasmlar yo'q. Bu rasmni o'zim chizmadim, ammo hech bo'lmasa mashina ustida chiroyli qilib Uyg'urcha yozish meni turkiy bir ashta bir nim bor, qiziqishim bor. Hamma yerda tepib chiroyli chiqarib qo'ydim. Bu balkim tarix bo'lib qolib qoldi. Bir puncha kirmaydi bizga. Tarix bo'lib qolib qoldi. Bir 8 yildan 10 yildan 15 yildan keyin bir Uyg'ur to'xtab bizning Uyg'urlar burun nima ishlar qilib ekan deb to'rlarda izlab qolsa, tuyuqsi bu chiqib qolsa, bizning burunqilar bunday ishlar qilib ekan deb bir iftixorlik tuyg'usi bo'lib qoladi deb. Mushu bir qiziqish millatga bo'lgan bir nima uchun? Millat tuyg'usi. Bo'lmasa yeyimiz, ichimiz, kunimiz o'tadi. Misal biraz adam ko'ngli yerim bo'lib qolgan ish. To'rtinchisi oxirgi bir deydiganim shu nimaga? Eng muhimi o'zimizning kimligini unutmaslik kerak ekan. Ya'ni Uyg'urligimizni unutmaslik kerak ekan. O'zimiz uchun, oilamiz uchun, bolalarimiz uchun, ota-onamiz uchun, millatimiz uchun, dinimiz uchun shu qilayotgan kasbini bir yaxshi bir joriy qildirib, bir foydali ishlarni qilay degan bir uqumni o'zimizda bolalarimizga yetildirishimiz kerak ekan. Shaxsiy tavsiyalarim bo'lar, shaxsiy ko'z qarashim, tajribam. Tağdan bağdım ketib qoldi gaplarim to'g'ri tushundim. Bugungi suhbatimiz shundoq bek ko'ngilli bo'ldi. Alayda vaqt chiqarib qatnashib berganligingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Jiq bilgilarni, salomat haqida ko'p narsalarni bilib oldik. Ko'rganlarimizga rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq sonda ko'rishaylik, Alloh xohlasa. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Muloyim asranglarmisan. Ma'qul. Alloh emanet. Alloh emanet.